Qozog'iston rossiyalik deputatlarning mamlakatga kirishini taqiqladi. Turkiya Suriyani himoya qilib, bosqinchi Isroil bilan to'qnashishga majbur bo'lmoqda. Yevropada islamofobiyaning asosiy qurbonlari ayollar. Assalomu alaykum. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan jarayon ko'rsatuvi. Haj 2025 mavsumi qachondan boshlanadi? O'zbekistondagi 2025-yilgi haj mavsumi joriy yilning 13-may kunidan boshlanadi. O'zbekiston musulmonlari idorasining xabar berishicha, ushbu sanadan e'tiboran 28-mayga qadar har kuni Saudiya Arabistoniga aviaqatnovlar amalga oshiriladi. Ziyoratchilar respublikaning 9 ta hududidagi Toshkent, Buxoro, Namangan, Samarqand, Qarshi, Termiz, Urganch, Navoiy va Nukus shaharlaridagi aeroportlar orqali Madina shahriga to'g'ridan-to'g'ri uchadi. Aviaparvozlar 3 ta aviakompaniya tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi haj tadbirlarini tashkil etish bo'yicha tayyorgarlik ishlari ayni paytda ham jadal davom etayotganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, barcha ziyoratchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan, emlash ishlari olib borilgan, guruh rahbarlari va shifokorlar biriktirilgan, safar oldidan amaliy mashg'ulotlar tashkil etilgan va barcha hujjatlar rasmiylashtirilgan. Shuningdek, har bir ziyoratchiga haj buyuk ibodatdir qo'llanmasi, sumka, nimcha, termos, soyabon, sim-karta va quvvatlagich beriladi. Yevropada islamofobiyaning asosiy qurbonlari ayollar. Islamofobiyaga qarshi Yevropa hamjamiyatining 2024-yilgi hisobotiga ko'ra, ko'hna qit'ada islamofobiya qurbonlarining aksariyati ro'molli ayollar bo'lib qolmoqda. Ushbu masala ayniqsa o'ta millatchi siyosatchilar tomonidan tez-tez ko'tarilmoqda. Yevropada musulmonlarga qarshi adovatda qayd etilgan 1037 ta hodisaning 76% ayollar va 24% erkaklarga tegishli. 402 ta holat ro'mol o'rash tufayli kamsitilish bilan bevosita bog'liq. Hisobotda shuningdek, muslima ayollarga nisbatan kamsitish, ayniqsa ta'lim muassasalari va ish joylarida keng tarqalganligi ta'kidlangan. Xususan, Fransiya va Belgiyada diniy liboslarga nisbatan cheklovlar kuchayib, muslima ayollarga nisbatan kamsitish va zo'ravonlik holatlari ko'paygan. AQSh Suriyadagi neft bazalarini tark etmoqda. AQSh qurolli kuchlari Suriyaning sharqiy qismidagi eng yirik neft bazalari Dayr az-Zor viloyatida joylashgan Umar va Konoka harbiy obyektlaridan bosqichma-bosqich chiqib ketmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Iroq Kurdistonidan kelgan o'nlab yuk mashinalari Xalqaro koalitsiyaning fuqarolik ishlari boshqarmasi muhofazasi ostida harbiy texnika va og'ir qurollarni olib chiqib ketgan. Amerika harbiylari ushbu obyektlarni deyarli to'liq tark etgan. Faqatgina bitta bazada taxminan 50 nafar AQSh harbiy xizmatchilari qolmoqda. Ushbu ikki baza Umar va Konoko avvallari AQShning Suriyadagi asosiy harbiy tayanch nuqtalaridan biri bo'lgan va neft resurslari ustidan nazoratni ta'minlab kelgan. Bundan avval Pentagon Suriyadagi harbiylar soni 1000 nafardan kamroq qisqartirilganini ta'kidlagan edi. Turkiya Suriyani himoya qilib, bosqinchi Isroil bilan to'qnashishga majbur bo'lmoqda. Bosqinchi Isroil harbiy havo kuchlari Suriyaning Damashq, Hama, Idlib, Dara va Lazoqiya singari qator hududlariga kuchli zarbalar berdi. Ayni damda ushbu hududlarga katta miqdorda zarar yetkazilgani aytilmoqda. Qurbonlar soni esa ochiqlanmagan. Yahudiy nashrlariga ko'ra, turk qiruvchi samolyotlari Suriya osmoniga ko'tarilib, sionistlarga ogohlantiruvchi signallar yuborgan. Ularni Suriya hududidan chiqarib yuborish va tinch aholini himoya qilish uchun elektron urushdan foydalangan. Ma'lumot uchun, kecha 2-dan 3-mayga o'tar kechasi Isroil havo kuchlari Shom diyorida harbiy obyektlar, havo hujumidan mudofaa tizimlari, radarlar va Suriya armiyasiga tegishli qurol omborlarini nishonga olish maqsadida havo hujumlarini boshlagan edi. Qozog'iston rossiyalik deputatlarning mamlakatga kirishini taqiqladi. Joriy yilning 27-aprel kuni Rossiya MDH mamlakatlari instituti xodimi va tarixchi Andrey Grozin Ostonaga yetib kelgach, Qozog'iston hududiga kirishga ruxsat berilmadi. Garchi u aprel oxirida bir qancha tadbirlarda ishtirok etish uchun rasmiy taklif olgan bo'lsa-da, uning Qozog'istonga kirishi taqiqlangan shaxslar ro'yxatida ekani ma'lum qilindi. Oldinroq o'zini tarixchi deb tanitayotgan Grozin Prezident To'qayevning obro'siga putur yetganini aytgan. Hokimiyatga go'yo Turkiston legioniga mayl bildiruvchi millatchilar kelganini iddao qilgandi. Manbaga ko'ra, Qozog'istonga kirish taqiqlangan shaxslar ro'yxati mavjud, biroq bu ro'yxat yopiq va to'liq tarkibi noma'lum. Ilgari bu ro'yxatda shartli ravishda Vladimir Jirinovskiy birinchi o'rinda turgan. Dunyoda ommaviy axborot vositalari erkinligi tarixiy past darajaga tushdi.
Chegara bilmas muxbirlar tomonidan chop etilayotgan reytingda dunyo bo'ylab so'z erkinligi eng past darajaga tushgani ma'lum qilindi. Reytingga ko'ra, 180 mamlakat va hududdan 90 tasida ommaviy axborot vositalari xodimlarining ahvoli qiyin yoki juda jiddiy deb tan olingan. Xavfsizlik muhitining beqarorligi va avtoritarizmning kuchayishi bilan bir qatorda iqtisodiy bosim ham asosiy sabab bo'lib qolmoqda. Reyting mualliflarining ta'kidlashicha, bugungi kunda butun dunyo bo'ylab tahririyatlar tobora mustaqillik va iqtisodiy omon qolish istagi o'rtasida tanlov qilishga majbur bo'lmoqda. Tashkilot ijrochi direktoriga ko'ra, ommaviy axborot vositalari moliyaviy qiyin ahvolga tushib qolsa, yolg'on ma'lumotlar, dezinformatsiya va targ'ibotni fosh etolmay qolishdan xavotir bildirgan. Azon Globalda jarayon tahlillarini kuzatib borib, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.